Shunaqa manzaraga qarab, kofe ichib yashashga nima yetsin, o'rtoq? Bu uyimizni balkonini ko'rsatdim senga. Endi uy ichini obzor qilib beray, o'rtoq. Bu yog'imiz prixожий zona. O'ng tomonimda esa spalnik xonamiz joylashgan. Umumiy maydonimiz 50 kvadrat. Koridordan to'rga yurganimizda esa o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Videoda ko'rilayotgan barcha jihozlarimiz qoladi. Manzilimiz esa Yunusobod 8-kvartal, Shohsaroy Novostroykada 2 xona 10-etaj 11 etajli domimizda. Chap tomonimizda esa sanuzel joylashgan, совмещенный qilingan. Endi esa bu xonamiz zal, katta keng. Ahamiyat bersak, o'rtoq, bu uyimizda har xonalarimiz alohida joylashgan. Kaliti esa bir kunda beriladi. Narxini eshitsang, o'rtoq, hayron qolasan. Ulgurib qolsang bo'ldi. 68 ming. Telefon raqamimni esa bilasan.